Qaranglar. Germaniya texnologiyasi asosida quyiladigan suxoy smes. Ko'rib turibsiz, shag'al soladi. Ba'zan metpsoyda sement bilan suvni quyadi, 16-etajgacha ko'taradi. Hozir 3-qavatda quyishyapti. 150 kvadratni 2 soatda quyib ketishadi. Ya'ni quruvchi akalarimiz bo'lsa yoki uy qurayotgan insonlar bo'lsa, 0 ga lazerda tekis qilib quyib ketishadi. Siz 2 soatdan keyin ustida yuraverasiz. Quriydi 2 soatda. Germaniya texnologiyasi asosida olib kelingan, butun vodiy bo'ylab yurishib, xizmat ko'rsatishib, betonlarni tekis qilib quyib berib ketishadi. Ya'ni suxoy stashga quyib ketishadi. Hozir ichkariga olib kirib ko'rsataman quyilayotgan jarayonini. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran bilan aloqa qilib ko'rasizlar. Yuqoriga chiqib oldi, ko'rib turibsiz. Bu suxoy emas, 2 soatda ustida yursa bo'laveradi. 16-etajgacha nasos chaqirib o'tirmaysiz. Nasosga soatlik pul to'lash kerak, plus sementga ham pul to'lash kerak. Siz 116-etajda quyish kerak stashga. Mana qarang, to'plik bo'lib tashlab ketishgan ustalar. Bular suxoy emas tortishib mana shunaqa joyiga 0 ga beton quyib berishadi. Ko'ryapsiz, to'plik bo'ldi, qildirdingiz. Lekin nasos chaqirishingiz kerak. Nasos o'rniga sразу ishingiz bitib ketaveradi. Mana lazerda qurishyapti, 0 ga quyishyapti. Tekis bo'ladi, 2 soat ustida yuraverasiz. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yurishib xizmat ko'rsatishadi. Sizdan hech qanaqa rasxod ketmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Shag'ali ham, sementi ham, suvi ham, apparati ham hamma yo'q o'zlarida. Siz prosta chaqirasiz, bo'ldi. Hech narsa siz bermaysiz. O'zlari bolalar quyishib, ketaveradi. Shag'al ham olib bermaysiz.